Всем здравствуйте, assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Demak, siz bilan priлагательныйdagi keyingi mavzuni boshlaymiz. Demak, bugun siz bilan ko'p chiqadigan priлагательныйdagi mavzuyimiz bu forma, shakl. Judayam ko'pchilik uchun bu noodatiy mavzu, ya'ni mafhum tushunchalar qolib ketadi. To'liq o'rganmaganlik sababli. Demak, ikkinchisidan boshlaymiz. Forma, priлагательный qanaqa formalarimiz bor? Demak, diqqat etasiz, priлагательныйda, priлагательный aniqroq aytadigan bo'lsak, sifatda ikkita shakl bor. Bular qaysi? Demak, полная forma bor va краткая forma bor. Demak, bizda priлагательныйda ikkita forma, полная и краткая. Ya'ni, tarjima qiladigan bo'lsak, to'liq shakl va tarjima qiladigan bo'lsak, qisqa shakl. Undan oldin eslatib o'taman, bizda mana bu yerda qoidani yozib ketaman. Demak, diqqat etasiz. Полная va краткая formada berilgan paytda bir narsaga urg'u berasiz. Ya'ni, полная forma to'liq shakl degani, краткая forma esa qisqa shakl degani. Keyin uni ajratib olamiz. Qachon полная bo'ladi, qachon краткая bo'ladi. To'liq bo'lar ekan, agar sizda окончаниеga qarab ishlang, eng yaxshi variant окончаниеga qarab ishlab o'tirasiz. Agar sizda окончание tarkibida 2 yoki 3 ta harflardan iborat bo'lsa, u полная bo'ladi. Agar sizda bitta yoki nolvoy окончание bo'ladigan bo'lsa, u sizda краткая forma bo'ladi. Demak, ketdik. Misol ko'rib chiqamiz. Demak, bir boshdan boshlaymiz. Misol uchun, siz bilan kerak so'z tanlaymiz, новый degan bo'lsak. Masalan, yangi. Женский rodni yasaymiz. Новая. Среднее rodni yasaymiz. Новое. Va множественное число yasaymiz. Новые. Demak, diqqat etasiz. Новый, новая, новое, новый. Keyin окончание belgilayman. Окончаниemiz uy, nechta harf? 2 ta. Demak, diqqat etasiz. Bu tomondan yozib ketaman. Qachon полная bo'ladi, qachon краткая bo'ladi deganda siz aytar ekansiz. Agar bizdagi окончаниемizda 2 va undan ortiq harf bo'ladigan bo'lsa, bu полная forma bo'ladi. Agar окончаниemiz нулевое yoki окончаниемizda bitta harf bo'ladigan bo'lsa, bu краткая forma hisoblanar ekan. Demak, yaxshilab tushunib oling, полная va краткая tahlil qanday ketar ekan? Полная forma bo'lishi uchun окончаниеda 2 va undan ortiq harf bo'lishi kerak ekan. Endi keling, mana shu shaklni biz qisqartiramiz. Новый strip aytib ya'ni qanday? Новый demak, полная formadan краткий yasalar ekan. To'lig'ini qisqartiramiz. Qisqa shaklni to'liq qilmas ekanmiz. Tushuningizmi? Chunki ko'pchilik qiladigan xato nimada? Masalan, новыйda qisqartiradigan bo'lsak, nov hosil bo'ladi. Ko'pchilik nimada bo'laydi? Novdan новый yasaladi. Yo'q. Yana aytaman. Novdan новый emas. Новыйdan yasaldi nov. Novayadan yasaldi nova. Новыйdan yasaldi nova. Новыйdan yasaldi новый. Tushundingizmi? Endi окончание mana aytib beramiz. Nov degan окончаниemiz нулевой, mana. Нулевой окончание bo'lsa, краткая forma. Nova окончание nechta harf bor? Bitta. Shuning uchun краткая forma. Новое окончание o. Краткая forma. Новый окончание uy. Краткая forma. Tushundingizmi? Demak, diqqat etasiz. Полная formadan yasar ekanmiz. Краткая forma. Va uni tagidan keyin nazar ketamiz. Demak, diqqat ekan, ikkita misol ketaman. Misol uchun, стеклянный misol uchun. Стеклянный, shishali degan so'z. Shishali so'zni qisqartiradigan bo'lsak, steklo, ya'ni shisha so'zi yasaldi. E'tibor beramiz. Yoki misol uchun, agar sizda yasaydigan bo'lsak, misol uchun zaychi, quyonniki deydigan bo'lsak, qisqartirsam yasar ekanman. Zayet, quyon so'zi. Endi keyin tarjimaga ishlaymiz.
Новый, новая, новое, новые. Demak, e'tibor berasiz, bularning hammasini tarjimasi yangi. Nov, nova, novo, новый. Bularning ham hammasini tarjimasi yangi. Birinchi sizga eslatmoqchi bo'lgan narsam, tarjimada farqi bormi? Yo'q. Demak, kreativ formasi bor deysiz. Stеклянный tarjima qildik. Demak, bu shishali. Bu shaklda esa sizda shisha. Zaychi tarjima qiladigan bo'lsak, quyonniki demak yozaman. Quyonniki yoki quyonning deyman. Zayt deb yasasam, ya'ni quyon. Endi e'tibor beramiz. Demak, bizda nima kerak bu yerda? Nima kerak? Demak, diqqat eshitasiz. Shishali degan narsamiz bu относительное. Zaychi degan narsamiz bu sizda притяжательное. Ya'ni qoida qanday? Keling, qoida mana bu yerda tushuntirib ketaman. Bizda qoidaga ko'ra, diqqat eshitasiz, qoidaga ko'ra относительное va притяжательное. Относительное va притяжательное faqatgina полная formada kelar ekan. Faqatgina to'liq shaklda keladi. Ya'ni краткая formasi mavjud emas. Va ertaga sizga savol beriladi, в каком варианте прилагать имеет краткую форму, ya'ni qaysi variantdagi sifat qisqara oladi, qisqa shaklga ega deganda siz bitta sifat qidirasiz. Tushundingizmi, qaysi sifat ekanligini? Uzr, краткий deb yozib qo'ydim. Качественный. Demak, diqqat eshitasiz, sizga test savol beriladi. Qaysi variantda kratkий formasi bor? Kratkий formasi bor bo'lgan sifat o'zi bitta. U ham bo'lsa качественный. Demak, buni tomon yozaman. Faqatgina качественный прилагательный ham полная formaga ega, ham краткая formaga ega. Va aytar ekansiz, nima uchun относительный bilan притяжательный qisqartira olmaymiz? Sabab. Agar siz относительный qisqartirib qo'ysangiz, natijangizda существительный yasab qo'yasiz. Agar siz притяжательный qisqartirib qo'ysangiz, natijangizda существительный yasab qo'yar ekansiz. Agar lekin качественный qisqartirsangiz, прилагательныйdan yasar ekansiz. Прилагательный. Tushundingizmi? Bu yerda sifatni qisqartirsam, sifat hosil qilaman. Sifatlarni qisqartirsam, ot yasab qo'yar ekanman. Shu yerda aytibdi, относительный bilan притяжательный qisqartira olmaysiz. Demak, xulosa qilib, ertaga sizga savol beriladi. Не имеет краткую форму, qisqa shakli yo'q bo'lgan sifat. Savol tushundingizmi? Qisqa shakli yo'q bo'lgan sifatni top desa, qidirar ekansiz относительный yoki притяжательный. Agar kratkий formasi bor bo'lgan sifat topsa, qidirar ekansiz качественный. Va yana bitta qo'shimcha, nima uchun относительный, nima uchun притяжательный qisqarmaydi? Chunki agar men ularni qisqartirib qo'ysam, natijamda существительный yasalar ekan. Tushundingiz? Endi siz bilan qiladigan ishimiz, yana belgilarga ishlaymiz, davom etamiz. Demak, diqqat eshitasiz. Endi keling grammatik belgilar sanaymiz. Masalan, qarang. Новый, новое, новое, новый. Уже fahmladingiz, bu yerda nima haqida gap ketgan? Ya'ni nima aytmoqchiman? Новый deganda bu qaysi rod? Мужской, новая женский, новое средний va новые множественное число. Ya'ni siz bilan hozir ishlaydigan narsamiz, bularning grammatik belgilari rod, число va падеж. Краткий formada ham yozaman. Rod, число va падеж. Demak, katta bir boshdan ishlaymiz. Misol uchun, новыйdan boshlaydigan bo'lsam, ya'ni полная formada. Полная formada rod ayta olamizmi? Ayta olamiz. Число ayta olamizmi? Ayta olasiz. Va падеж ham ayta olasiz. Bu keyingi videorolikimiz. Xo'p, endi kratkий formada o'tadigan bo'lsak, kratkий formada qarang, rod ayta olasizmi? Masalan, qarang, nov desam, qaysi rod deysiz? Мужской, novo desam, женский, novo desam, средний va новый desam, множественное число. Birinchidan qilgan ishimiz. Rod ayta olamizmi?
ayta olamiz. Chislo ayta olyapsizmi? Ha, demak kratkiy formada ham chislo bor, lekin падеж yo'q. Mana sizga syurpriz. Ya'ni nima? Keyingi DTMning savoli. Sizga savol beriladi. В каком варианте прилагательный не имеет падежа? Ya'ni qaysi variantdagi sifat падежga ega emas deb savol berilganda, siz qidirishingiz kerak qanaqa sifatni? Kratkiy прилагательный. Tushundingiz, a? Demak, diqqat etasiz. Ro'da bo'lsin, chislosi bo'lsin, падежи bo'lsin desa, siz qidirishingiz kerak полная forma. Agar bunda ro'da yo'q, chislosi yo'q, lekin падежи bo'lsin desa, siz qidirishingiz kerak kratkiy formani. Tushundingiz, a? Demak, падежи yo'q bo'lgan sifat bu kratkiy forma bo'ladi. Agar падежи, chislosi, ro'da bor desa, siz bu yerda полная qidirar ekansiz. Farqini tushundingiz, a? Demak, полная bilan kratkiy farqi nima desa aytgansiz, ro'da, chislo, падежи bor. Полная ro'da bor, chislo, lekin падежи yo'q, bu sizda kratkiy forma. Endi keyingi narsa, demak, sizni esdan chiqarib qo'ymang. Полная forma. Полная forma. Gapda joylashuviga ko'ra yo определение bo'ladi yoki сказуемое bo'ladi. Demak, gapda yo определение qilib olamiz yoki сказуемое qilib olar ekanmiz. Mana birinchi grammatik belgimiz, mana ikkinchi grammatik belgimiz. Kratkiy formada, demak, sizda aytildi, birinchisi kratkiy formada ro'da bor, chislo bor, lekin падеж bo'lmaydi. Ikkinchisi, agar siz gap tarkibida kratkiy formani ko'rsangiz, har doim nima bo'lishingiz kerak ekan? Сказуемое. Tushundingiz, a? Va avtomatik mana shu savol ketadi. Qachon определение, qachon сказуемое? Bu sintaksda. Tushundingiz, bu o'sha keyingi mavzuni ko'p chiqamiz. Qachon определение qilamiz, qachon сказуемое qilamiz. Demak, diqqat etamiz. Bizda agar прилагательный полный bo'ladigan bo'lsa, yo определение, yo сказуемое qilamiz. Agar kratkiy bo'ladigan bo'lsa, har doim сказуемое qilar ekanmiz. Tushundingiz? Demak, diqqat etishni, mana bu полная forma va kratkiy forma ikkalasini ajratib oling. Demak, qachon полная bo'ladi? Полныйda o'zi nima bor? Ro'da, chislo, падеж. Yo определение bo'ladi yoki сказуемое bo'ladi. Kratkiyda nima bor? Ro'da bor, chislo bor, lekin падеж yo'q. Va aytaman, kratkiy forma faqatgina качественныйda bo'ladi. Полная forma качественныйda ham, men yozib ketaman. Полная forma demak sizda качественныйda ham bo'ladi. Относительныйda ham bo'ladi va притяжательныйda ham bo'ladi. Lekin kratkiy forma faqatgina качественныйda. Tushundingiz, a? Молодцы. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Demak, siz bilan ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan keyingi holat. Demak, kratkiy forma yasashni o'rganamiz. Kratkiy forma yasash. Diqqat etamiz. Demak, sizda hozir qatorasiga bir necha so'zlar yozib beraman. Misol uchun, aqlli degan so'zni olaman. Умный. Xo'p, yoki qiziqarli degan so'z интересный. Yoki mustahkam degan so'z крепкий. Yangi degan so'z новый. Keyin toshli degan so'zni olaman. Каменный. Va kiyikning degan so'zni olaman. Оленей. Demak, diqqat etasiz, sizga birinchi savol beraman. Qisqartiring. Ya'ni qaysi biri kratkiy formaga ega? Birinchi o'rinda biz siz bilan terib bo'ladigan narsamiz, mana shu yerda hozir 4 tasi kratkiy formaga ega, lekin ikkitasi ega emas. Tushundingiz savolda? 4 tasidan kratkiy forma yasay olasiz, lekin ikkitasidan kratkiy forma yasay olmaysiz. Yana yo'qamiz. Qachon biz kratkiy forma yasar ekanmiz? Esdan chiqarib qo'ymang. Kratkiy forma faqatgina qaysi sifatda bo'lar ekan? Качественныйda. Demak, savol ketdi. Qisqartiring deganda yana har doimgidek qisqartirib tashlamang. Qisqartirishdan oldin bir joy tekshiring. Качественныйmi bu? Tushundingiz, a? Chunki ko'pchilik qiladigan xatosi qisqartirsa bo'ldi, akacha yultashaverar ekanman deydi. Birinchidan boshlaymiz. Умный. Birinchi tekshiramiz. Bu haqiqatan качественный yoki качественный emasmi? Умный tarjimasi aqlli, antonim qo'ya olamizmi? Qo'ya olamiz. Shuning uchun bu bizda качественный. Demak, qisqartira olamiz. Интересный, qiziqarli, qisqartira olamizmi? Albatta, chunki buni antonimi bor, zerikarli va darajaga qo'ya olasiz. Shuning uchun kratkiy formasi bor, ya'ni качественный bo'lgani uchun. Крепкий, mustahkam, antonim qo'ya olamiz. Yoki aytsangiz bo'ladi, bu состояниеni bildiryapti, ya'ni holatni bildiradi. Shuning uchun bu качественный. Новый, yangi, demak bu ham состояние, ya'ni holat.
yoki antonim qo'ya olamiz. Shuning uchun bu ham качественный. Kamenный, toshli deydigan bo'lsa, demak nimadan qilingan deysiz? Yashang, bu material. Material bo'lgandan keyin bu sizda относительные. Оленьи, kiyikniki o'zi bitta bilan yoziladi. Bu narsani keyin dars o'tamiz. Оленьи demak diqqat etasiz, kiyikning yoki kiyikniki deydigan bo'lsak, mana hayvonga i suffiksini qo'shdim. Demak bu sizda bo'ladi притяжатель. Albatta mana bu nima uchun bitta n yozganim bu keyingi darsda ko'rib chiqiladi va nima uchun i bu yerda suffiks ekanligi bu o'tgan videolarda aytilgan edi. Demak, ketdik. Diqqat etasiz. Hozir mana shu yerda biz sizni bo'lib oldik. Qaysi bir относительный, qaysi bir притяжатель va yoki qaysi biri качественный. Aynan endi qiladigan ishimiz qaysi birini qisqartira olamiz u qaysi birini qisqartira olmaymiz. Birinchidan boshlayman. Умный qat'iy formasi bormi? Bor, chunki качественный. Интересно, qat'iy formasi yasay olasizmi? Bor, chunki качественный. Крепкий qat'iy formasi bormi? Bor, chunki качественный. Новый qat'iy formasi bor, chunki качественный. Lekin относительный qat'iy formasi yo'q, chunki каменный. Chunki относительный va aslida aytildi, относительный nima uchun qat'iy formasi bo'lmaydi? Chunki natijangiz существительный bo'lib qoladi. Притяжатель qat'iy formasi bormi? Yo'q. Nima uchun? Chunki qisqartirib qo'ysam существительный deb qo'ygan bo'lar ekanman. Tushundingizmi? Demak, yana bir aytib ketaman. Siz agar qat'iy forma yasaydigan bo'lsangiz, притяжательный bilan относительныйdan siz bilingki, существительный deb qo'ygan bo'lar ekansiz. Xo'p, endi qisqartirishni o'rganamiz. Умный hardan ko'rsatadigan paytimizda birinchi o'rinda so'zning основасini belgilab olamiz. Demak, albatta bundan окончание. Окончаниemiz uy, основамыз уман. Окончание uy, основамыз интересен. Окончание и, основамыз крепок. Окончание uy va juda yaxshi bilasiz. Основа bu nima? Основа окончание gacha bo'lgan qism. Окончание gacha bo'lgan qism bizda nov. Bu tomonni yasaymizmi? Yo'q, chunki bu относительный, buni esa притяжательный. Endi demak siz nima qilgan ishimiz? Основani yulamiz. Основамыз уман. Основамыз интересен. Основамыз крепок. Основамыз nov. Endi e'tibor beramiz. Основа yulayotgan paytingizda narsaga e'tibor bering, ya'ni основаning oxirida nechta согласный bor? Основаning oxirida nechta согласный bor? Bitta. Mana v. Основаning oxirida nechta согласный bor? Ikkita. Mana p bilan k. Основаning oxirida nechta согласный bor? Ikkita. S, n. Основаning oxirida nechta согласный bor? Ikkita. M, n. Endi aytilyapti. Agar основаны oxirida ikkita согласный bo'ladigan bo'lsa, ikkalasini o'rtasini siz ajratishingiz shart. Va beglый гласный o, e yordamida. Основаны oxirida ikkita согласный, shuning uchun o'rtasini ajratishimiz kerak o va e yordamida. Основаны oxirida ikkita согласный, demak ajratishimiz kerak o va e yordamida. Основаны oxirida bitta согласный, demak mana shu turishi sizda мужской roddagi shakl. Ya'ni qarang qanday bo'lar ekan. Bo'lib olaman. Shunda умный основani yulib oldim. Uman qisqartirganimda умён. Интересный qisqartirganimda интересен. Крепок qisqartirganimda shakli mana крепок bo'ladi. Новый esa qisqartirganimda nov. Hozir mana shu turishi, mana bu birinchi qator deydigan bo'lsangiz, bu hammasi мужской roddagi shakl. Умён, интересен, крепок, nov. Va faqat e'tibor bering, nima qildik? Demak, siz nima qilgan ishimiz? Основаlarni yulib oldik. Birinchi o'rinda качественный ekanini tekshirdik. Относительно притяжательный chiqardik. Качественный tekshirlikdagini ishonch hosil qildik, haqiqatdan qisqartirishimiz mumkin deb. Demak, keyin qilgan ishimiz основani oxiriga qarab ishladik. Основa oxirida ikkita согласный bo'lsa, e
yoki o orttirdik. Agar bu osnovani oxirida bitta согласие bo'lsa, o'zi bo'ldi. Endi женский rod yasaymiz. Женский rod yasayotganimiz demak juda ham ehtiyot bo'lamiz. Masalan, umen muskulda bo'lsa, женский roddagi shakli umna. Tushundingizmi nima bo'lganini? Mana bu boyagi m bilan n o'rtasidagi y женский roddagi shaklda tushib qolar ekan. Интересно. Mana s bilan n o'rtasidagi y bu yerda bor, lekin bu yerda tushib qoldi. Albatta bo'ladi krepka p bilan k. Nova. Mana. Demak, diqqatni eshitasiz. Endi keling, mana shuni singlimni yasab ketadi birato'la. No. Интересно. Крепко. Novo. Demak, diqqatni eshitasiz. Bu sizda средний roddagi shakllar. Mana окончание mana окончание нулевое, окончание нулевое, окончание нулевое, окончание нулевое. Bu muskulyada shakl. Женский rodda hammasida окончаниemiz a ketadi. Средний rodda esa hammasida o ketadi. Va уже tushundingiz, множественное числоda hammasiga uy bosib ketaverasiz. Умный, крепкий, интересный, новый. Tushundingiz-a? Faqat endi sizda qoida qanday ketadi? Qoida, demak diqqat bilan eshitasiz. O'zi mana shu turishda siz qoidani yaratib olsangiz bo'ladi. Qoida yasab olsangiz bo'ladi, ya'ni qanday? Краткий forma yasaladi faqatgina качественныйdan. Относительный va притяжательный краткий forma mavjud emas, chunki ularni qisqartirib qo'ysak, biz nima hisob qo'yamiz? Существительные. Demak, sizda aytilyapti, краткий forma yasatganingizda birinchi o'rinda shart hosil qiling, bu качественный bo'lsin. Osnovani oxirida ikkita согласный bo'lsa, o yoki y orttiring. Agar osnovani oxirida bitta согласный bo'lsa, нулевое окончание qo'yib berasiz. Ya'ni o'zida qolaveradi. Ya'ni hech narsa qo'shilmaydi, hech narsa orttirilmaydi. Demak, ikkita согласный bo'lsa, o yoki y orttiriladi, bitta согласный bo'lsa, hech narsa qo'yilmaydi. Женский rodda va средний rodda va множественное числоda bitta qatnashasiz. Женский, средний va множественное числоda orttirilgan muskulyadagi o bilan y tushib qolar ekan. Shunda xulosa ketadi. Faqat qaysi shaklda, ya'ni qaysi rodda o bilan y saqlanib qolinadi? Muskulyadda. Женский bilan средний esa ular tushib qolar ekan. Tushundingiz-a? Demak, biz aytaman, agar sizdagi so'z muskulyadda bo'lsagina o bilan y orttirasiz. Qolgan shakllarda, ya'ni женский, средний va множество orttirilgan o bilan y tushib qoladi. Tushundingiz-a? Juda soz. Va sizda aytib o'tishim kerak bo'lgan so'nggi holat, demak diqqat bilan eshitasiz. To'rtta sifat. Четыре прилагательные, demak diqqat bilan eshitasiz. To'rtta sifat, ya'ni bular qaysi? Рад, должен, гораст, надобен. Mana shu to'rtta sifat. Demak, bu mana shu to'rtta sifat yodlab olishingiz shart. Rad, должен, гораст, надобен. Bu to'rtta sifatga nima ta'rif berasiz? Birinchi ta'rif aytaman. Не имеют полную форму. Demak, diqqat bilan eshitasiz. Не имеют полную форму. To'liq shaklga ega emas ekan. Sinonim ikkinchi ta'rif. Всегда yoki только deyman. В краткой форме. Har doim qisqa shaklda turishar ekan. Misol. Umna degan so'z bor. Rada degan so'z bor. Savol ketadi, demak diqqat eshitasiz. Umnaning to'liq shaklini yasab bering. Radaning to'liq shaklini yasab bering. Masalan, umna mana shu so'zning to'liq shaklini yasab bering deymiz, men shunday aytamiz. Umna окончанияsi a, bu qaysi rod ekan? Женский rod. Rada окончанияsi nima ekan? A, bu ham qaysi rodda? Женский rodda. Endi siz nima qiladigan ishimiz bularning полный formasini yasab berishimiz kerak. Ya'ni nima deyilyapti? Masalan, новый. Полная formasi новые. Nova
polniy formasi novaya. Tushunayapsiz? Ya'ni orqaga sakratib bering demoqchi. Umna polniy formasini yasang desa nima yasab berasiz? Umnaya. Polniy forma shunaqa bo'ladi. Rada polniy formasini yasab ber deganda radaya deb yasab qo'ymang. Endi qoidaga ketaveramiz. Не имеют полную форму. To'liq shaklga ega emas, rad должен гораздо надобен. Demakki, mana rada degan so'z bunda raddan yasalgan. Siz bo'lgan aytdinglar, rad bu kratkий forma deyiladi. Kratkий formada rod bormi? Bor. Число bor ekan, падеж yo'q. Demak, ko'ramiz. Rad женский shakli rada polniy formasiga ega emas. Tushundingizmi? Nima demoqchiligimni? Masalan, garazdi deb ayta olasizmi? Yo'q. Chunki garaz bittagina kratkий formada keladi, ya'ni polniy formasi yasay olmaysiz. Masalan, qarang, krasivo yoki krasiva deyman. Polniy formasi tiklab beringda. Krasivaya, krasivые. Lekin garazni yoki garazda polniy formasi yasay beringsa, garazdaya, garazdiga deb yasash mumkin emas. Chunki garazd, должен, rad, надобен har doim kratkий formada keladi. Va ular polniy formaga ega emas ekan. Ta'rif tushundingizmi? Tushundingiz. Demak, rad, должен, garazd, надобен окончание uy, aya, oylar qo'shish haqqingiz yo'q. Ya'ni polniysi yo'q deysiz. Tushundingizmi? Va bular har doim kratkий formada keladi. Va tabiiy holatda kratkий formada rod bor deysiz, число bor deysiz, lekin падежи yo'q deysiz. Demak, hurmatli kuzatuvchi, mavzuga tushungan bo'lsangiz va sizga qo'shimcha ma'lumot, yangilik bera olgan bo'lsak, bundan mamnunmiz. E'tiboringiz uchun rahmat.